أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avvalgi darsimizda Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan kishilar va ularning sifatlari haqida o'rgangan edik. Shu sifatlarni biz ham shu sifatlar bilan sifatlanmoqligimiz kerakki, shu sifatlarga ega bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'radi. Bu sifatlarni birinchisi ihson sifati deb eslab o'tdik. Ihson sifati bu Rabb taoloni ko'rib turgandek sig'inish va Rabb taoloni ko'rib turganlik inson tasavvur qila olmasa, Rabb taolo meni ko'rib turibdi degandek ibodat qilib sig'ina olishlik. Ibodat ma'nosini mana izohlab o'tilgan bo'ldi. Ibodat Alloh subhanahu va taolo buyurgan bu ta'abbudiy amallar bilan birga hayotning hamma qismini o'z ichiga oladi deb o'rgangan bo'ldik. Ihson har bir narsada bizlarga kitobat qilingandek, ihson qarindoshlar va hokazo boshqa hamma narsani biz avvalgi darsimizda o'rgangan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan kishilarning ikkinchi toifasi biz taban bu narsani nas, Qur'on va hadis asosida izohlab aytilayotganlik esdan chiqmasligi kerak. Innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida ko'p tavba qiluvchi kishilarni va o'zini pok saqlovchi kishilarni Alloh yaxshi ko'radi deb xabar beryapti. Demak, biz bu oyatni avvaliga agar murojaat qilar ekanmiz, va yasalunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid va la taqrabuhunna hatta yathurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, odamlar hayz, ya'ni ayollarning uzrlik holatidan savol qilishadi sizdan deb so'rashadi. Siz ularga aytingki, bu ayollarga bir ozorlik holati ekanligi va ayollardan bu soatda chetlanishlik kerakligi. Chetlanishlik faqat bu jimodan kinoya ekanligini va shu holatda bu jimo nihoyatda nopoklikka, insonning nopokligiga dalolat qilishligini bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taolo bu tavvob, ko'p tavba qiluvchi kishilarni va mutatahhirin, pokiza kishilarni yaxshi ko'radi degan oyatni avvali shu bo'lganligi uchun birinchi biz tavvob sifatiga to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Imom Tirmiziy rivoyat qilyaptilarki, kullu ibn adama xatto'un va khayrul xatto'in at-tawwabun. Inson avlodi hammasi faqat oz xato emas, xatto'un, ko'p xato qiluvchidir. Xato qiluvchimaslikdan inson avlodi bo'lar ekan, u salomat bo'lmaydi. Lekin xato qiluvchilarning eng yaxshilari ko'p tavba qiluvchilardir. Imom Muslim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadislarda
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, ya'ni ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, agar gunoh qilmasanglar, Alloh sizlarni dunyodan yo'qotib, gunoh qilib istig'for aytadigan kishilarni va ularning istig'forlarini kechiradigan Parvardigor o'zi kechiradigan keladi degan hadis rivoyat qilinadi. Ya'ni inson ba'zi vaqtda o'zining xatolariga ko'p attang qilib, nadomat qilib, o'zini halok bo'lsamidi bu gunohni qilganimdan deb qoladi. Bu gunoh qilmaslik insonning sifati emas bu. Gunoh qilishlik, ya'ni xato qilishlik insonning sifati. Lekin bunga ko'p tavba qiluvchi kishilar Alloh subhanahu va taologa suyunli kishilar. Biz gunohlar haqida biz alohida to'xtalib o'tamiz inshaalloh darsimiz davomida. Ma'sum bo'lgan odam payg'ambarlar xolos. Ma'sum, ya'ni xatodan saqlangan kishilar payg'ambarlar. Boshqa odamlar hech qaysilari xatodan saqlana olmaydi. Shuning uchun ko'p tavba qilishlik sifatiga ega bo'lgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Hadis-i qudsiyda ibn Adam innaka ma da'awtani va rajawtani ghafartu laka على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى من حديث قدسي ده إنسان فرزنده sen menga modomiki duo qilib meni rahmatimni umid qilib istig'for aytib duo qilib turar ekansan, seni men gunohlaringni mag'firat qilaman, gunohlaringni qanchaligini e'tiborga olmayman. Inson farzandi, agar gunohing osmon tizginiga yetsa, ya'ni shunchalik osmonni to'ldirgan bo'lsa ham istig'for aytgan bo'lsang, senindagi gunohlarni men kechiraman deydi. Inson farzandi, agar yer qobig'i to'la xato bilan kelsang, menga shirk keltirmagan holatda ro'baro bo'lsang, senga yer qobig'i to'la mag'firat bilan ro'baro bo'laman deydi. Bu nususlardan biz shuni bilamizki, inson farzandi hammasi xatokor. Ma'sum bo'lganlar payg'ambarlar alayhissalom xolos. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizdan ko'p tavba qilishligimizni Alloh yaxshi ko'radi. Qur'oni Karimda maqtagan bandalarini gunoh qilmagan bandalar deb maqtamadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo gunoh qilishlik tabiatimizni bizni bildi. Estaizu billah vallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarulloha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات